Ee, Assalamu alaikum. Ben Aldullah özüm tanıştırıp ötey. Benim ismim Nurmehmet Abdullah. Ben Qashqar vilayeti Yaken Nais'tin. 1982 yıl doğulgan. Ben 2000 yıl kadar vatanda Yaken Nais toluq oturunu bitirip 2000 yılı Ali Mektep'e bağlan. 6 yıl Ali Mektep'ini bitirgenden keyin Zhejiang ülkesinin Yiwu şehirde taşqi savdo xizmeti bilen şug'ullangan. 2009 yılı 7. ayda vatanga qaytgandan keyin 7-5 vaqasiga aloqador deb gumon bilan qo'lga ilinib 1 yilga yaqin vaqt ostida tutib turilgan. 2009 yılı meni tutib turgandan keyin men tutib turilib hech qanday gunohsiz deb qo'yib berilgandan keyin men to'xtamay nazorat ostiga ilinish, oilamni ruxsatsiz har vaqt tekshirish, bir yerlarga borsam tizimlash, soqchixonaga chaqirish qatorliq bir qator ovorchiliklardan qat'iy qutulolmay oxiri bo'lmay nupusimni 2011 yılı Guangdong ülkesiga yo'tkab ketdim. Va Guangdong ülkesida tashqi savdo shirkati qurib, bu shirkatni nihoyat yaxshi mangdirib keldim. 2014 yılga qadar har yili bir 40-50 kontinent mal chiqaradigan yaxshi bir sharoitga ega bo'lgandim. 2014 yılga kelgan chog'da Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga bo'lgan bostirishi, zulmlari kundan kunga ishib ketishga boshladi. 2009 yılda ko'rgan, turmada ko'rgan qiyin qistoq zulm, ziyonkashliklarni beshimdan kechirganligim uchun o'zimni nihoyat xotirjam his qilolmay, oilamga nurg'un pul xarjlash orqali 2 qizim va ayolim bilan birlikda Xitoydan chiqib Turkiyaga keldim. 2014 yıl Turkiyaga kelib, 2019 yılgacha Turkiyada yashab keldim. 2019 yılning boshida pasportimning vaqtining to'shab ketishi Xitoy konsulining pasportimni tegishib bermaslik sababidan Germaniyaga kelib siyosiy panohlik tilashga majbur bo'ldim. 2016 yılı anam bir qitim anamning o'lib ketganlik xabarini anglagan chog'da oilamdagilar men bilan bir qitim aloqalashib mushu xabarni yetkazib qo'ygan. Lekin oilaga bundan keyin telefon qilmasligim to'g'risida, agar telefon qilsam oiladagilar ovorchilik uchraydiganlik to'g'risida ogohlantirish bergan. Shu kundan boshlab urug' tuqqanlarim mening butun aloqalash usullarining hammani, aloqalashadigan vositalarning hammani meni qora tizim aloqalashadigan vositalardan meni qora tizimlikka chiqarib o'tibdi va telefon nomerlarini o'zgartirib o'tibdi. Shundan boshlab aloqa qilolmadim. Faqat 2019 yılı 4-oyga kelgan chog'da men mushu ichkirdagi tuqqanlarimiz orqali oiladagilar bilan aloqalashdim. Bu chog'da allaburun mening cho'ng akam Muxtar Abdullah 52 yosh kampida o'ltirilibdi. Akamning 2 o'g'li bor, biri Muzaffar Abdullah, birisi Mirkamil Abdullah. Muzaffar Abdullah 35 yosh, Mirkamil Abdullah 30 yosh. Bu 2 o'g'li tutib ketilib kampaga solinibdi. İkinci akam Mütellip Abdullah 49 yosh. Akam Mütellip Abdullah 10 yılın aldıda qimavini deydigan bir jinoyat atilib turmaga tutqun qilinib turmaga solinibdi. 3. akam Nurgul Abdullah bir to'liqsiz o'rta maktabning adabiyot o'qituvchisi edi. Akam turmaga kampaga kirib 2 yil kampda tutib turilish orqali yana chiqqandan keyin xizmatini ilib tashlab yiroq bir yiziga palib o'tibdi. Qolgan urug' tuqqanlarim bilan bu xabarlarni anglagandan keyin badanimga titrak oluşib, ailemdagi qolgan urug' tuqqanlarimni so'rig'dek majolim qolmadi shu chog'da. Shuning bilan nihoyat holsizlanib, urug' tuqqanlarim haqida qayg'urdim. Xo'sh deb u tuqqanimiz bilan xo'shlashdik. Undan keyin shu kundan boshlab ailemdagilar bilan hech qanday aloqa qilolmadim. Hozir qadar aloqa qilolmadim. Shuning uchun men dunyo jamoatchiligiga shu Xitoy hukumati ustidan shikoyatimni, shundaqla ailemga qilgan ziyonkashlik shikoyat qilaman va ailemdagilarga qilgan ziyonkashligi ustidan guvohlik beraman. Rahmat, so'zim tugadi.